Assalomu alaykum, Sof Katyoli kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yangi seriyadagi Sof Optima katyollari obzorini olib boramiz. Sof Optima katyollari eng ko'p sotiladigan katyollar turkumiga kiradi. Ayniqsa Sof Optima 22 o'tgan yili eng ko'p sotilgan katyollardan biri bo'lgan. Bu yil hozir Sof Optima katyollarini 2.0 versiyasi, ya'ni modernizatsiyadan o'tgan versiyalar bilan tanishtiramiz. Nimalar o'zgardi? Katyolni teploobmenniklari ko'paytirildi. Bu degani foydali ish koeffitsiyenti oshgan. Olov tegadigan teploobmennik qismlari avval 3 mm lik bo'lardi, 4 mm liga o'zgargan. Trubalar qalinligi 5 mm lik 5 shovni trubalarga almashtirilgan va eng muhim yangilik o'sha KPDda o'zgarish bo'lishi uchun mana trubniy variant kasetaga o'zgartirilgan. Bu bilsanglar Yevropeyskiy katyollarda bo'lardi. Mana Optima katyollarda hammasiga qo'yib chiqqanmiz. Optima katyollarimiz bu yil eng ko'p sotiladigan katyol bo'ladi. Sababi bu katyollar hamma uchun mos keladi. O'ta qimmat emas, lekin o'rta segment katyol hisoblanadi. Yonish vaqti ham 8 soatdan 12 soatgachani tashkil qiladi. Bu katyol kimlar uchun o'zi? Birinchi o'rinda bu katyol kechqurun ishdan kelib, katyolni yoqib, ertalab o'chirib, ya'ni ishga ketadiganlar uchun. Chunki 12 soatgacha yon beradi. Yoki kruglasutka yoqaman deganlar uchun ham juda zo'r variant bo'lib beradi. Chunki mana turbo komplekti bilan komplektatsiyada sotiladi. O'sha bitta zapravka qilib qo'ysa 10-12 soat. Даже ba'zi uylarda o'sha uyni kvadrati, radiatorlar soni to'g'ri tanlansa 12 soatdan ham ko'p yonib berish xususiyatiga ega. Bu katyollarimizni 4 xil o'lchami bor. Bu Optima 16 150 kvadratgacha, bu Optima 22 200 kvadratgacha, bu Optima 28 250 kvadratgacha va Optima 35 300 kvadratgacha bo'ladi. Hamma katyol komplektida turbo to'plami bilan bu mana dimmeri bor, haroratga qo'ysa bo'ladi va juda ham sifatli ventilyator bilan komplekt qilingan. Yana bitta narsaga e'tibor berishingizni xohlardim. Avvalgi Optima katyollarimizda traynigi bo'lmas edi. Bunda mana встроенный traynik qo'yilgan va shibr ham o'zi bilan birga qilingan. Bu juda ham qulaylik beradi. Yana bitta tomoni bu shiberni agar tepaga emas, to'g'riga devordan chiqarib olib ketaman desalar ham bu yoqqa montaj qilsa bo'ladi. Bu qo'shimcha qulaylik beradi. Xo'p, Optima 22 katyolimiz bu 200 kvadratgacha isitadi. Bir marta solingan ko'mir 25-35 kiloni tashkil qiladi. 25-35 kilo ko'mir bilan 200 kvadrat uyni 12 soatgacha isitadi. Bunisi Optima 16si 150 kvadratgacha 20-30 kilo ko'mir bilan 8-12 soat davomida 150 kvadratgacha bo'lgan uyni isitib beradi. Xo'p, Optima 28 bu 250 kvadratgacha bo'lgan uylarni isitib beradi. Ko'mir rasxoti 35-45 kiloni tashkil qiladi. Optima 35i 300 kvadratgacha uylarni isitib beradi. Buni ko'mir rasxoti 45-60 kiloni tashkil qiladi 8-12 soatga. Xo'p, bu katyollarda mощности ichida zapasi ko'proq radiatorni ham qo'ysa bo'ladi, isitaveradi, lekin ko'mirni rasxoti va yonish vaqti kamayib ketadi. Shuning uchun tavsiya qilamiz bizga aloqaga chiqishlarini, uyidagi bor maydoniga, radiator soniga, radiator turiga qarab ular uchun eng ma'qul, eng ekonom versiyada ishlaydigan katyollar tanlab beramiz. Xo'p, e'tibor berasizlar, yangi zamonaviy ruchkalar, bular issiqlikka chidamli, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Boya aytdik, mana trubniy teploobmennik. Pastida mana ko'mir solinadi. Pastida truba, толстостенный 5 mm trubada bo'lgan. O'rtada bitta kaseta, yana bitta kaseta, tepada ham kaseta, ham trubniy sistema bo'lgan. Bu degani foydali ish koeffitsiyenti juda ham yuqori. Bu yil ultradaqa ko'p sotiladigan katyollardan biri bo'ladi. Murojaat qilishingiz mumkin. Nimaga ultra katyoldaqa ko'p sotiladigan bo'ladi deb aytib o'tdim. Odatda ultra katyolga juda ko'pchilik qiziqadi 24 soat yonishiga. Faqat ultra katyolimizda narx qimmatroq chiqadi. Bu 25% ga ultra katyoldan arzon, foydali ish koeffitsiyenti shunaqa yuqori bo'ladi. Ultrani o'rnini bosadigan Optima katyol bo'ldi. Buni ustalarimiz, santexnik ustalarimiz bor, kelib, ko'rib, o'sha baho berib ketishdi. Qishdan beri o'zi sinovdan o'tdi. Videolarni ham Telegram gruppaga qo'yganmiz, sinov jarayonlari.
Optima'ni 2025-yil seriyalarida bilsanglar, regulyator tagi bilan komplekt bo'lardi. Bu regulyator tagini ham hozir tushuntirib ketamiz. Regulyator tagi moslamasi bu mexanik ishlaydi, tok kerak emas. Toksiz haroratni nazorat qilib beradi. Ko'mirni soldingiz, olov yoqildi. Necha gradusga kerak bo'lsa, mana o'sha gradusga qo'ysangiz, pastki eshik ochiladi. 6 metr dimoxod qo'yilgani hisobiga havoni so'rib, tortib, olov yonadi. Kerakli gradusga yetgandan keyin bu o'zi eshikni yopadi. Harorat pasaysa ochadi, yopib mexanik ishlaydi. Avvallari 2025-yil modelda komplektda regulyator tagi bilan sotilgan bo'lsa, 26-yil modellarda endi turbo to'plam bilan sotiladi. Regulyator tagini kim uyda svet ko'p o'chadigan bo'lsa, qo'shimcha jihoz qilib sotib olsa bo'ladi. 2026-yil modellari demak turbo to'plam bilan sotuvga chiqdi. Juda ko'pchilik ko'mir rasxodidan tashqari aynan qanaqa ko'mirlarga yaxshi ishlaydi, angren ko'miriga yonadimi deb so'raydi. Juda ham o'rinli savol bu. Bu sof kotyolları O'zbekistonda ishlab chiqarilganligi uchun aynan angren ko'miriga moslashgan bo'ladi. Buni ustida juda ko'p tajribalar olib borganmiz, bemalol ayta olamiz, moslashgan. Endi yana bitta savol, yirik ko'mir, mayda ko'miri ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Mahalladan beriladigan ko'mirni yoqadiganlar ham qo'rqmasdan olsa bo'ladi sof kotyollarini. Agar mana shu kotyolni olsa, например, turbo to'plam bilan regulyator tagisi mana shu kotyolni oldi. Nima qiladi? Ko'mirni olib kelgandan keyin ajratib qo'yadi, yirik mayda qilib. Yirigini turbo to'plam bilan yoqaveradi svet borligida. Qish o'ta kuchayib, sovuq bo'lganda svet ko'p o'chishni boshlaydi. U mahalda yirik va aralashini solib, regulyator tagi bilan yoqsa, elektr toksiz 12 soatgacha avtomatik haroratni nazorat qilib beradi. Bu kotyollar shunisi bilan afzal, tokli variantda ham, toksiz variantda ham ishlab beraveradi. Buni yillar davomida o'sha mijozlarimiz o'zi sinab ko'rgan, hammasi kelib regulyator tagi обязательно bo'lishini xohlashadi. O'sha zamonni zayli bilan mayda ko'mir, arzon ko'mir ko'payib ketdi. Shuning uchun bu yildan mana komplekt o'ziga turbo to'plamni qo'shdik. Regulyator tagini vaziyatiga qarab alohida olsa bo'ladi. Biz bilan aloqaga chiqish uchun ekran pastida raqamlar qoldiriladi. Qo'ng'iroq qilishinglar mumkin yoki Telegram orqali yozsanglar, ishinglar juda ham tez bitadi. O'zingizlarga mos kotyollarni tanlab beramiz.